singlisini o'ldirmoqchi degan. O'ldiraman seni Nigina! O'ldiraman! Yaxshi. Buncha o'ylanding, Xurshid? Nima demoqchi eding? Murod, o'zing ko'ryapsan. Hozirgi kunda qizlarga ham ishonch yo'q. Aniqrog'i men ishonmayman. Agar qarshi bo'lmasang, Sinini qo'lini so'ramoqchi edim. Nimaga kulyapsan? Senga jiddiy gapiryapman. Aksincha, sen singlimni qo'lini so'rasang, men xursand bo'laman. Singlimni bersam, sendek insonga beraman-da. Rostdanmi? Rost. Murod, yaxshimisan og'ayni? Mehronam yaxshilami? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Senga bir gap aytaman deb turgandim. Nima haqida ekan? Sening haqida. Xo'sh, nima haqida? Ikkalamiz qiyomatli do'stmiz. Xudo xolasa yaqinda qarindosh bo'lamiz. Lekin sening... Xo'sh, nima haqida singlimga? Ochiqroq gapiraver. Men ba'zida seningni tushunmay qolyapman. Yaqinda to'y bo'ladigan. Lekin sening telefonimga javob bermayapti. Shu masalada sen bilan gaplashib olaylik degandim. Aytmoqchimanki, sening nigohida tushuna olmayapman. Ba'zida yaxshi gapirib turadi. Ba'zida mana shunaqa yo'qolib qoladi o'zidan o'zi. Yo, men shunchaki so'radim, sen jiddiy qabul qilma. Senda akasi bor. Bunga e'tiroz yo'q. U yog'idan mutlaq ko'nglim to'q. Bo'pti. Keyin gaplashamiz, xo'pmi? Ey, shoshma. Murod? O'zimni qizimdan ko'rgili. Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Ana, akasi ham keldi. Akangizga ham salom qilasiz hozir. Ana, Aka, akangga ham salom qil. assalomu alaykum. Qani,